Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 6-bob. 2. Guduk chilinishi bilan six-sixlarda yana ish boshlanib ketdi. Bu cho'ng sixda intayin yo'g'on qo'rsaqliq chambarlangan 10 dona tung bor. Har bir tung'a 50-60 tira va 100 chilakka yaqin suv sig'idi. Suv tungining yanida haq qochilangan uy bo'lib, u uydan o'tgandan keyin tira qiradigan six bor. Bu sixdagi ishchilar har qachon haq suyga milinib ishlaydi. Bu yerda helidan heli haq purqirab to'zib turadi va dimoqlarga urilib ishliguvchilarni qaqildirib o'tadi. İşçilar haq to'zib turgan uydan har kuni haq elib tunga to'kidi. Ustiga yumshab ketgan terilarni tashlaydi. Tera haq suyda belgilik vaqt turgandan keyin uni haq suydan suzib oladi. Mushu ishlarning hammasi qo'l bilan qilinadi. Har kuni mushundaq takrorlanishlar qo'l uzgili bo'lmaydigan ishlar ishchilarni mag'durdan ketkizadi. Ilikini quritadi. Ularning ikkinchi va 4-chi qitimliq guduk ovoziga taqozzab bo'lishining sabablari mushu. Ammo turmush g'imi, kun o'tkazishning ko'yi ularni kechikmaslikka undab turadi. Umri mushu ishga bog'lanib o'tayotgan odamlarning boshqa iloji yo'q. Bu sixda ishlaydigan har bir ishchi haqni suvga to'kib eritgan vaqtda qo'llari chidig'ili bo'lmaydigan darajada ichishib ketadi va nafas yetishmayotgandek demi siqiladi. Ko'zlaridan taram-taram ochiq yosh quyiladi. Tera suzish sixidagi ishchilarning qo'l-putlari hamisha haq suyga milinib turganlikdan yerilib so'yilgan yerlardan qip-qizil go'shtlari ko'rinib qoladi. Aralab ishchilarning kun ko'rmak nemancha tasdi? Yashag'anga ming to'ydiq-ku. Kichik vaqtimizda o'lib ketgan bo'lsak, bu ig'ir azoblarni tortmas edik degan nolalari anglanib qoladi. İşçilar şunu cho'nqur tushunib yetgan ediki, yashash degan azoblanish degan gap ekan. Zayniddin tera qirish sixida yashangan ishchilarning yanida turib tera qirishga boshladi. Uning diqqatini zavodga kelganiga 5-6 oy bo'lgan Rashid ismli yosh ishchi tortgan edi. U mag'rur, qiyinchilikqa bo'ysunmas yosh edi. Sixdagilar uni sho'x yigit deb ataydi. Uning tini saq, qovul edi. Hozirmi u shuncha jafoliq ishni o'ylabmi qo'ymay, qurg'uyum naqshisini g'ingshib aytib ishlayotdi. Ishda har qachon boshqalarning oldida turadi. Zavodning har bir saymon materiallarga o'zining mulkidek ko'ynatdi. Uning zavod mulkiga shunchalik ko'ynib ketishlariga boshqalar hayron qoladi. U bu zavodga kelmasdan burun boshqa bir tera zavodda ishlab, ishning yo'lini obdan egilib olgan edi. Shunglashqimi, ishning unumi yaxshi edi. Zavod boshliqlari uni maqtab, ig'zidan tushirmaydi. Uning bir qiziq mijozi bor edi. Xafa bo'lib qolsa yoki ko'ngliga yoqmagan biror ish bo'lsa, har qanday odamga, hatto qapiqi yomon buxgaltergami qattiq gaplarni qilishdan yonmaydi. Texi xo'jayiniga yomon gaplarni qilishga jur'at qila oladi. Gap to'shiydiganlar uning yomon gaplarini xo'jayiniga yetkazib qo'ysa, xo'jayin bo'pti, u qaram narsa, qora kuchi bor. Ishning unumi yaxshi, qo'lidan ish keladi. Bizga xili ko'p foyda yetkazib turyotidi. Eshakning go'shi harom bo'lgan bilan kuchi halol emasmi? Deb kulibla qo'yatdi. U rostilla jon ko'ydirib ko'p ishlaydi, halol ishlaydi. Ammo yashangan ishchilar uningdan doim ansiraydi. Mushu bola bir kuni o'ziga bir bola tepib olmasa bo'ladi-ku, deydi. Bu ansirashlardan uning parvoyi palak edi. "Ukam", dedi bir yashangan ishchi Zayniddinga qarab ko'yimchanlik bilan. "Siz endi yordamchi masteri bo'psiz. Nemishqa yana teri qiradigan pichoqni ko'tarib yursiz? Six ishxonasiga chiqib o'ltiring." Yana bir ishchi mundaq dedi. "Bo'limga chiqib o'ltiravering, biroq bizni unutib qolmang." Zayniddin kuldi. "Hargiz unutib qolmayman. Qayerda bo'lsam sizlarning manfaatinglarni deyman. Bu mening chin so'zim."
Sıxtiki işçilarning hammasi degudek Zeyniddinga tikildi. Ularning mo'ldirlagan ko'zlarida umid uchqunlari chaqnaydi. İşçilar bir-biriga ko'nishi, bir-birining manfaatini o'ylash kerak. Shuni qilolmasa, umrning nima ma'nosi qoladi? Rost deyman, men qayerda bo'lmay xiyolim sizlarda, dedi Zeyniddin qo'lidagi terini qarivetib. Uning oliqini ustidagi bo'rtib chiqqan ko'p-ko'k tomirlari chinqilib ketgan edi. Uning ish qilib ishdan ko'zini uzmay qilgan so'zi boshqalarning tantanlik yig'inlarda so'zlagan so'zdan sap, samimiy, rost edi. Ishchilarning gapini qiladigan, yig'isini yig'laydigan Zeyniddinni xo'jayin qandoq qilib yordamchi masterlikqa tanlab qoldi. Uning ishchilarga ko'ynadigan, manfaatini o'ylaydiganligini u bilmamdi-ya. Undaq emas, biladi, obdan biladi. Biroq zavodning bosh masteri bu yerdan ketmoqchi. Uning o'rniga bir bosh master bo'lmasa bo'lmaydi. Ishchilarning orasida uningdan boshqa muvofiq odam yo'q edi. Zeyniddinning qo'lidan ish keladi. Texnikalik ishlarni uningdek yaxshi biladigan, xam terining zavodga kelib pishiqlanib ishlanib chiqish jarayonidagi ishlarni uningdek aniq tushunadigan boshqa odam yo'q edi. Xo'jayin shunga uni tanlagan. Bir mezgil o'tgandan keyin bosh master qilmoqchi. 3. Bozorda un, go'sht, choy, tuzning narxi yana o'rlab ketdi. Ishchilar orasida g'ulg'ula ko'tarildi. Algan maoshimiz bir oylik yemak-ichmakka yetmasa, biz qandoq qilamiz? Mushumu kunilishmi? Kiyim-kechaklarimiz bir yoqda turib tursin, qo'rsqimizni tuzuk boqolmasak, biz qandoq ishlaymiz? Nima degan osal turmush bu? Jonga taqalayotgan ishdan g'ulg'ula, qarshilik chiqmay qolmaydi. Bundaq noroziliklar six-sixlarda, ko'chalarda, har qaysi uylarda tug'ilib turadi. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin Hasanjon buxgalter sixlarga kirib mundaq dedi: "Qarindoshlar, men xo'jayinga aytib, oylik ish haqqinglarni o'stirdim. Agar bugun chiqib bozordan yemak-ichmaklarni ilib olmasanglar, erta baho yana o'rlab ketishi mumkin. Bugun tushlik vaqtni qo'ldan berib qo'ymanglar", dedi. Qo'liga o'tgan oydagiga qaraganda ko'proq pul tekkan Kerimaxonning darhol buxgalterga rozimanligi yandi. Hasanjonning ko'ngli yaxshi odam-da. U bizning nomimizdan xo'jayinga talab qo'yib, ish haqqimizni o'rlitibdi. Hasanjon buxgalter chiqib ketgandan keyin master Zeyniddin ko'pchilikka qarab mundaq dedi: "Boshqa mollarning narxi o'rlab, xo'jayinning mollari to'xtab qolgani yo'q. Yana biz ishlab chiqargan mahsulotlarning narxi o'rladi. Shunga xo'jayin maoshimizni bir oz o'rlatdi. Buningga ishchilarning bir necha kundan beri g'ulg'ula, qarshilikları sabab bo'ldi." Zeyniddinning so'zi ishchilarni cho'nqur o'yga silib qo'ydi. Ularning qo'li ishda bo'lsa-mu, xiyolida hili aytilgan ikki xil so'zning salmiqi uzib yuratdi. Maoshning bir oz o'rlaganligi, Hasanjon buxgalterning ko'nglining yaxshiligi, ishchilarga ich og'ritganligi-mu yoki mol bahosining o'rlab ketib, olgan maoshining qo'saqqa yetmayotganligining oqibati-mu? Yaxshi unum yaratish uchun hech bo'lmaganda qo'saq to'q bo'lish kerak. Xo'jayin bu taraflarni o'ylamay qolamdi, balki uning boshqa o'ylaganlarimi bordi. Zeyniddin rost bizni xiyoldan chiqarmaydi. Uning xizmati ustalda o'ltirishga almashgan bo'lsa-mu, yanala bizni o'ylab o'tibdi. Uning qayerda bo'lsam-mu, sizlarning manfaatinglarni o'ylayman degani chin so'z ekan. O'zaro pichirlashlardan keyin six ichi birdilla jimib ketdi. Faqat qo'llardagi pichoqlarning teriga surkilayotganligi anglanib turadi. Ichivitilgan derazlardan shamol shivirlab kirib, terlagan va charchagan odamlarga bir oz orom bergan bo'lsa-mu, ko'ngillar g'ash edi. Mushu tuman, g'ashliklar ko'tarilib ketadigan kunmi bo'larmi? O'y xiyollarning tuguni mushu edi. Kechda ishdan qaytgan ishchilar to'mir darvozaga chaplab qo'yilgan mono e'lonni ko'rib, to'xtab qilishdi-da, e'longa qiziqib qarashdi. Zavodda qandoq o'zgarish bo'lsa, doim qalin oq qog'ozga yozilib, mushu yerga chaplanadi. "Unlikrak o'qig'ina"
deb vaqirdi biri. İlan mundaq yozilgan edi. İşçi qarindoshlar, zavodimiz yaqindan buyon tijoratda ziyon tortib qoldi. Mahsulotlarimiz setilmay, narxi tuvanlab ketyotidi. Mushundaq kasatchilik paytida zavodni taqab qo'ymaslik uchun mahsulotlarning narxini tuvaltish zarur bo'lyotidi. Shundaq bo'lsa-mu, ishchilarning turmushdagi jiddiy ehtiyojini nazarga olib, ish haqini tuvanlatmay, ish kunini 2 soat ko'paytirdik. Agar buningga norozi bo'lganlar bo'lsa, hisobotni uzib, boshqa ish tepib olsa bo'ladi. G'alati gap-ku bu. Mening bilishimcha, yaqinda setilgan bir turkum mahsulotdan ilingan foyda burunqi foydalardan xili yuqori bo'lgan edi. Bu ilanda ziyon tortdik debda, tova. Master Zeyniddin yaqasini tutib va o'zining unlik so'zlayotganini tuymay qoldi. Shuning bilan har xil gaplar, g'ulg'ulalar ko'tarilishga boshladi. "Nima gap bu?" dedi Karimaxon usta Zeyniddinni bir chetga tortib. Uning nursiz ko'zlari parqirabla qolgan edi. "Nima gap bo'ladi? Kuniga 2 soat ortiq ishlanglar debdi. Ko'rdingizmi? Bizga raqobat qiladigan xo'jayinning hilisi ustunlik qilib burun biz bilan tuzgan shartni buzibdi", dedi Zeyniddin yinib ketgan ko'zlari bilan nalargadir tikilib. "Hey, vijdonsizlar", dedi Karimaxon usta titrayotgan lavlarini besib turib, "kuniga 10 soat ishlab berayotsak, shuningga qanoat qilmay yana 2 soat qo'shibdimi? Bo'pti, nega boratdim? Mening yana qanchalik umrim bor, Xudo biladi. Ömür bo'yi mushu zavodda ishlab kuchimdan ayrildim. Xudo mening bolalarimni xo'jayinlarga ishlaydigan ishchi qilmag'aysan. Mushu ig'ir kunlarning cheki bormidi? Ustimizdagi ig'irchiliklar ko'tarilib ketarmi?" Karimaxon usta texi 50 yoshdan amdila oshgan bo'lsa-mu, o'zini 80-90 yoshlik bo'vay chag'laydi. Chunki u butun kuch-qudratidan ayrilib, ikki mursi chiqib, nursiz ko'zlari pildirlab, razgi odamga aylanib qolgan edi. U g'azab bilan shu so'zlarni aytdi-da, kayniga burilib, to'plashib ilonni o'qiyotgan va ba'zilari birda qayg'urib, birda g'azablanayotgan ishchilarga qaradi. "Qani, qarindoshlar, gap qilsanglar-chu", dedi. "Ustam, men 2 qiz gap qilay", dedi yoshroq bir ishchi past ovoz bilan. "Biz ishchilar nimishqa qo'yga o'xshash yashaymiz? Nimishqa xo'jayinning diginiga ko'naveramiz? Bo'shanlik qilgan sari bo'za qiladi. Nimishqa o'zimizni ruslab, chinroq turmaymiz? O'zimizni chinroq tutayli desak, kuchimiz ojiz, o'zimiz ziyon tortib qolamiz. Hukumat bizning gapimizni qilmaydi. Yili miltiq tutganlar keladi. Qag'ining ko'zini cho'qimaydi-da", dedi yana bir ishchi ko'pchilikka qarab. Pakar bo'yliq, tambal kelgan, yeshi 35larda bor bir ishchining so'zi boshqacha bo'ldi. "Xo'jayinning digini bo'yicha ishlavermamdiq. Amgakchan odam ko'p ishlashdan qo'rqatdimi? Bir oz jiqroq ishlaganga nim bo'latdiq?" Karimaxon usta uningga burilib qaradi. "Menmo yosh vaqtimda siningdek kuchlik, yo'lbosdak yigit edim. Biz qirib, raslab chiqqan terilarni do'gilaydigan bo'lsa, egiz tog' bo'ladi. Hozir qiridiq, kuch-quvvatimiz tugidi. Kona ishchilar yana meg'izini ilib olgan urug'chidak shiraqlab qoldik. Mushu holda yana 2 soat o'shiq ishlaysan desa, tugashmamdiq. Yo'q desang, qo'g'ilib o'tadi. Qandoq qilamiz? Nima desa xo'p deb turamdiq. Men sizlarga bir yangi xabarni aytay", dedi Zeyniddin ko'pchilikka qarab. "Yaqinda 6 shahardan nurg'un ishlamchi bolalar chiqibdi. Biz ishlamayman deb ketib qolsak, shularni elib o'rnimizni to'ldirmoqchi." Bu so'z bilan tushma-tushdan varqirashlar anglandi. "Kuchimiz bor chog'da ishlatib, kuchimizdan qolganda qo'g'lamdikan, bizning butun kuch-qudratimizni mushu zavod yeb bo'ldi. Qani, qo'lab baqsin, bizni unchalik bo'zak ko'rmasin. O'zimizni bir to'ntib qo'ymsak bo'lmadi." Ular shundoq deb vaqirashgan bo'lsa-mu, boshlarini tuvan silishib, o'y-o'ylariga tarqalib ketishdi. Davomi bor.